Bugun men sizlarga pensiya va ish staji masalasida juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Kimga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki bugun ishlayotgan odam ham, ertaga pensiyaga chiqadigan odam ham, allaqachon pensiya olayotgan fuqaro ham bir narsani bilishi kerak. Ayrim davrlar bor. Siz o'sha paytda doimiy ish joyida ishlaman bo'lsangiz ham, qonun bo'yicha ish stajiga qo'shib hisoblanishi mumkin. Mana shu davrlarni bilmaslik ko'p odamlarning pensiyasi kamroq chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda misollar bilan kimlar qo'shimcha stajdan foydalana oladi, qanday hujjat kerak bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak, qaysi xatolar tufayli staj hisobga olinmay qolishi mumkinligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odamning yillab mehnat qilib topgan huquqi yo'qolib ketmaydi. Avvalo, ish staji deganda nimani tushunamiz? Oddiy qilib aytganda, ish staji bu fuqaroning mehnat faoliyati. Ya'ni u qachondan qachongacha ishlagani, qaysi davrlarda ijtimoiy foydali faoliyatdan band bo'lgani, qaysi davrlarda qonun bo'yicha stajga qo'shiladigan holatda bo'lgani haqidagi umumiy muddatdir. Pensiya tayinlashda aynan shu staj muhim rol o'ynaydi. Chunki yoshga doir pensiya olish uchun ma'lum minimal staj talab qilinadi. Pensiya miqdorini hisoblashda esa ish haqi bilan birga staj ham ta'sir qiladi. Oldin ko'p masalalar mehnat daftarchasiga qarab hal qilinar edi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, staj bor deb qabul qilinardi. Lekin hayotda hamma narsa ham shunchalik oddiy emas. Kimdir kolxozda ishlagan, kimdir harbiy xizmatda bo'lgan, kimdir farzand parvarishi bilan uyda qolgan, kimdir nogironligi bo'lgan farzandga qaragan, kimdir chet elda ishlagan, kimdir ariq hujjatlarini yo'qotgan. Ba'zilar esa ishlagan bo'lsa ham tashkilot yopilib ketgan, hujjatlari arxivga topshirilmagan yoki mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri kiritilgan. Hozirgi davrda esa pensiya tizimida elektron ma'lumotlar, soliq to'lovlari, ijtimoiy soliq, bandlik tarixi, arxiv ma'lumotlari katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflik beradi, lekin boshqa tomondan hujjati to'liq bo'lmagan odamlar uchun muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, staj masalasini pensiyaga chiqadigan kuni emas, undan ancha oldin tekshirish kerak. Eng muhim savol, qo'shimcha ish staji nima? Bu shunday davrlarki, fuqaro an'anaviy ma'noda ish joyida ishlab oylik olmagan bo'lishi mumkin. Lekin qonunchilikda belgilangan asoslar bo'lsa, u davr pensiya uchun ish stajiga kiritilishi mumkin. Bu qo'shimcha staj kimlargadir bir necha oy, kimlargadir bir necha yil qo'shib berishi mumkin. Ba'zan esa aynan shu qo'shimcha staj odamning pensiyaga chiqishiga yetmayotgan muddatni to'ldirib beradi. Asosiy qism kimlar bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kimda muammo bo'lmasligi mumkin. Birinchi navbatda harbiy xizmat davri haqida gaplashamiz. Erkaklar orasida juda ko'p uchraydigan holat, odam armiyada xizmat qilgan, lekin pensiya hujjatlarini yig'ayotgan paytda bu davrni stajga qo'shtirishni unutib qo'yadi yoki harbiy biletini topa olmaydi. Harbiy xizmat davri odatda belgilangan tartibda ish stajiga kiritilishi mumkin. Masalan, fuqaro 1985 yildan 1987 yilgacha muddatli harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsa, bu 2 yil uning umumiy ish stajiga qo'shilishi mumkin. Agar uning asosiy ish staji 23 yil bo'lsa, harbiy xizmat bilan 25 yil bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya huquqini aniqlashda juda muhim. Hayotiy misol keltiraman. Bir kishi 60 yoshga yaqinlashgan, hisob kitob qilinganda uning rasmiy ish staji 24 yil 2 oy chiqdi. Pensiya uchun talab qilinadigan muddatga yetishmayapti deb o'yladi. Keyin tekshirsak, u 2 yil muddatli harbiy xizmatda bo'lgan. Harbiy bilet asosida bu davr stajga qo'shilgandan keyin umumiy staji 26 yildan oshdi. Demak, hujjatni topish uning pensiya masalasini hal qildi. Ikkinchi muhim to'y va farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar. Ayollar uchun, ayrim hollarda otalar yoki boshqa qarovchi shaxslar uchun ham bu juda muhim. Farzand tug'ilgandan keyin bola ma'lum yoshga yetguncha parvarish ta'tili davri qonunda belgilangan doirada stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu yerda odamlar ko'p xato qiladi. Men 3 ta farzand ko'rganman. Demak, har biriga 3 yildan 9 yil staj qo'shiladi deb o'ylashadi. Amalda esa qonunchilikda cheklovlar, tartiblar va hujjat talablari bor. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Masalan, ayol 1932 yilda birinchi farzandini, 1935 yilda ikkinchi farzandini, 1930 yilda uchinchi farzandini dunyoga keltirgan. U ayrim davrlarda ishlagan, ayrim davrlarda bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan.
Agar uning mehnat daftarchasida ish joyi saqlangan holda bola parvarishi ta'tili rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu davrni tasdiqlash osonroq bo'ladi. Agar u umuman ishlamagan bo'lsa yoki rasmiy buyruq bo'lmasa, masala murakkablashadi. Shuning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, ish beruvchining buyruqlari, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yozuvlari birgalikda ahamiyatli bo'ladi. 3-toifa nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilganlar. Bu mavzu juda nozik. Hayotda shunday oilalar bor. Ona yoki ota nogironligi bo'lgan farzandga qaraydi yoki farzand keksa ota-onasini parvarish qiladi. Bunday parvarish tufayli odam doimiy ishga chiqa olmaydi. Qonunchilikda ayrim parvarish davrlari belgilangan shartlar asosida stajga kiritilishi mumkin. Lekin bu yerda asosiy masala parvarish haqiqatan ham rasmiy tasdiqlangan bo'lishi kerak. Tibbiy xulosa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar, ijtimoiy organlar yoki tibbiy mehnat ekspertizasi hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 10 yil davomida ilk guruh nogironligi bo'lgan onasiga qaragan. U o'sha yillarda ishlamagan. Keyin pensiya yoshiga kelganda, men onamga qaraganman, shuni stajga qo'shib bering deydi. Faqat og'zaki aytish yetarli emas. Agar nogironlik guruhi tasdiqlangan bo'lsa, parvarishga muhtojlik hujjatlari bo'lsa, tegishli organlarda hisobda turganlik ma'lumotlari bo'lsa, unda stajga qo'shish masalasi ko'rib chiqiladi. Agar hech qanday rasmiy iz qolmagan bo'lsa, isbotlash qiyin bo'ladi. 4-toifa o'qish davri. Ko'pchilik savol beradi. Institutda o'qigan yillarim stajga kiradimi? Bu savolga bitta umumiy javob berish noto'g'ri bo'ladi. Chunki turli davrlarda, turli qonunchilik sharoitida, turli o'quv shaharlarida qoidalar farq qilgan. Ba'zi hollarda oliy o'quv yurtida kunduzgi o'qish davri ish stajiga kiritilishi mumkin bo'lgan. Ayrim hollarda esa kiritilmaydi yoki maxsus shartlar talab qilinadi. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim shuni aytaman. Diplomning o'zi yetmasligi mumkin. O'qishga kirgan va bitirgan yilingiz, kunduzgi yoki sirtqi shakl, o'qish davridagi amaldagi qonun va boshqa hujjatlar tekshiriladi. Misol uchun, fuqaro 1979 yildan 1993 yilgacha institutda kunduzgi o'qigan, keyin ishga joylashgan. Boshqa bir fuqaro esa 2001 dan 2009 yilgacha sirtqi o'qigan va shu davrda ishlagan. Birinchi holatda o'qish davrini stajga qo'shish masalasi alohida o'rganilishi mumkin. Ikkinchi holatda esa agar u ishlagan bo'lsa, asosiy staj ish joyi va badallar orqali hisoblanadi. Demak, o'qishning o'zi emas, uning shakli, davri va hujjati muhim. 5-toifa ishsizlik davri va bandlik organlarida ro'yxatda turish. Ayrim hollarda fuqaro ishsiz deb e'tirof etilib, bandlik organlarida ro'yxatda turgan bo'lsa, belgilangan davrlar stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda ham katta farq bor. Men uyda ishsiz o'tirganman degan gap boshqa. Men rasmiy ishsiz sifatida ro'yxatda turganman, nafaqa olganman yoki bandlik organi orqali hisobda bo'lganman degan holat boshqa. Pensiya organlari hujjatga qaraydi. Shuning uchun bandlik bo'limidan ma'lumotnoma olish juda muhim. 6-toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari, o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Hozir ko'pchilik men savdo qildim, ustachilik qildim, tikuvchilik qildim, bozorda ishladim deydi. Lekin pensiya uchun faqat real ishlaganingiz emas. Rasmiylashtirish va to'lovlar ham juda muhim. Agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, belgilangan soliqlar va ijtimoiy to'lovlar to'langan bo'lsa, bu davr stajga kirishi mumkin. Agar hech qanday ro'yxat bo'lmasa, faqat guvohlar bilan isbotlash odatda juda qiyin. Masalan, bir usta 15 yil uyma-uy yurib ta'mirlash ishlari qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan. Pensiya vaqtida u men ishlaganman deydi. Afsuski, pensiya tizimi og'zaki mehnatni emas, hujjatlashtirilgan faoliyatni ko'radi. Boshqa usta esa yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib ro'yxatdan o'tgan, har yil to'lovlarni qilgan. Uning stajini tasdiqlash ancha oson bo'ladi. Sabab va oqibat shundan iborat. Bugun rasmiy ishlamaslik oson ko'rinadi, lekin ertaga pensiya hisobida katta yo'qotishga olib keladi. 7-toifa chet elda ishlaganlar. Hozir juda ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlab kelishgan. Savol: chet eldagi ish staji O'zbekistonda hisobga olinadimi? Bu masala xalqaro shartnomalar, davlatlararo kelishuvlar, ijtimoiy sug'urta to'lovlari, rasmiy mehnat shartnomalari bilan bog'liq. Agar fuqaro chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, u yerda sug'urta badallari to'langan bo'lsa, tegishli hujjatlar bo'lsa, ayrim holatlarda bu staj tan olinishi mumkin. Lekin norasmiy ishlagan, hujjatsiz yurgan, mehnat shartnomasi bo'lmagan
Odam uchun bu stajni tasdiqlash juda murakkab. Hayotiy misol, bir fuqaro 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan. Agar u patent bilan yurib, lekin ish beruvchi bilan rasmiy mehnat shartnomasi qilmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga kiritish masalasi muammoli bo'ladi. Boshqa fuqaro esa rasmiy korxonada ishlagan, ish beruvchi ma'lumotnoma bergan, mehnat shartnomasi bor. Sug'urta to'lovi aks etgan. Uning holati ancha kuchli. Shuning uchun chet elga ishlashga ketayotganlarga men alohida maslahat beraman. Faqat bugungi oylikni emas, ertangi stajni ham o'ylang. 8-toifa. Arxivda qolgan eski ish joylari. Sovet davrida mustaqillikning dastlabki yillarida ishlagan odamlar orasida eng ko'p uchraydigan muammo shu. Korxona tugatilgan, kolxoz sovxozga aylangan, sovxoz fermer xo'jaliklariga bo'lingan, tashkilot nomi o'zgargan, hujjatlar qayerdaligi noma'lum. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr o'qilmaydi. Buyruq raqami noto'g'ri, sana noaniq. Bunday paytda arxiv ma'lumotnomasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, ayol 1990 yildan 1990 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona yopilgan. Pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Shunda tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Agar arxivda ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari saqlangan bo'lsa, staj tasdiqlanadi. Agar arxivda hujjat bo'lmasa, sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin sud ham dalilsiz qaror chiqarmaydi. Shuning uchun eski hujjatlarni asrab qo'yish juda muhim. Eng katta xato odam staj bilan ish haqi tushunchasini aralashtirib yuboradi. Ish staji bu muddat, ish haqi esa pensiya miqdorini hisoblashdagi alohida ko'rsatkich. Sizda staj ko'p bo'lishi mumkin, lekin oylik ma'lumotlaringiz past bo'lsa, pensiya miqdori kutilganidek chiqmasligi mumkin. Yoki aksincha, ayrim yillarda oyligingiz yaxshi bo'lgan, lekin umumiy staj yetarli bo'lmasa, pensiya huquqi bo'yicha savollar tug'iladi. Ikkinchi xato, mehnat daftarcham bor, boshqa hujjat kerak emas deb o'ylash. Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar to'liq, aniq, muhrli, imzoli sanalari mos bo'lishi kerak. Agar ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q bo'lsa, yoki tashkilot nomi o'chib ketgan bo'lsa, yoki yozuvda tuzatishlar bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Uchinchi xato, qo'shnimning stajini hisoblashgan, menga ham hisoblashlari kerak degan yondashuv. Har bir odamning hujjati, davri, ishlagan joyi, qonun amal qilgan vaqti boshqacha bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida bir kishining tajribasini boshqasiga to'liq ko'chirib bo'lmaydi. Masalan, bir ayolning bola parvarishi ta'tili rasmiy buyruq bilan tasdiqlangan, boshqasida esa faqat tug'ilganlik guvohnomasi bor. Natija har xil bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, qo'shimcha staj avtomatik tarzda qo'shilmasligi mumkin. Ya'ni siz harbiy xizmatda bo'lganingiz, farzand parvarishi qilganingiz, nogiron qarindoshga qaraganingiz haqidagi ma'lumotni pensiya organi o'zi qidirib topadi deb kutmang. Ko'p holatda siz hujjat taqdim qilishingiz, ariza yozishingiz, ma'lumotnoma olib kelishingiz kerak bo'ladi. Huquq bor, lekin uni tasdiqlash majburiyati ham bor. 5-jihat, sanalar bir-birini yopib ketmasligi kerak. Masalan, bir davrda siz ham ishlagan, ham o'qigan bo'lsangiz, yoki ham bola parvarishi ta'tilida, ham boshqa tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, bu davr 2 marta stajga qo'shilmaydi. Pensiya hisobida bir vaqt oralig'i odatda 1 marta hisoblanadi. Shuning uchun menda 3 yil ish, 5 yil o'qish, 3 yil bola parvarishi bor. Jami 38 yil deb oddiy qo'shib yuborish har doim to'g'ri bo'lmaydi. Sanalar kesilsa qayta hisoblash qilinadi. 6-jihat, hujjatdagi ism familiya farqlari. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Eski diplomda bir familiya, mehnat daftarchasida boshqa familiya, tug'ilganlik guvohnomasida yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Ba'zan bitta harf farqi ham muammo tug'diradi. Masalan, Karimova o'rniga Karimova yoki Gulnora o'rniga Gulnoza yozilgan bo'lsa, hujjat tegishliligini tasdiqlash kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat ba'zan sud qarori talab qilinishi mumkin. 7-jihat, pensiya tayinlangandan keyin ham qayta hisoblash masalasi bo'lishi mumkin. Agar fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin ilgari topilmagan arxiv ma'lumotnomasini topsa yoki qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat olib kelsa, belgilangan tartibda pensiyani qayta hisoblashni so'rashi mumkin. Lekin bu ham o'z tartibi, muddatlari va hujjatlariga ega. Men 5 yil oldin pensiyaga chiqqanman, endi hujjat topdim degan holatda ham murojaat qilish kerak. Lekin natija qaysi sanadan qo'llanishi alohida ko'rib chiqiladi.
8-jihat imtiyozli staj va oddiy stajni aralashtirmaslik. Ayrim kasblarda, masalan, zararli, og'ir, maxsus sharoitlarda ishlaganlarda imtiyozli pensiya huquqi bo'lishi mumkin. Bu oddiy qo'shimcha stajdan farq qiladi. Imtiyozli staj uchun lavozim nomi, ish sharoiti, attestatsiya, ro'yxatlar, buyruqlar, ish haqi hujjatlari alohida tekshiriladi. Men zavodda ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Qaysi sexda, qaysi lavozimda, qancha vaqt, qanday sharoitda ishlaganingiz muhim. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangizning hujjatlarini tartibga keltirmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam barcha hujjatlarni bitta joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik haqidagi hujjatlar, bandlik bo'limi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, tadbirkorlik guvohnomalari, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar, chet eldagi mehnat shartnomalari hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni sana bo'yicha tekshiring. Har bir ish joyida ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shatilgan sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Tashkilot muhri bormi? Imzo bormi? Tuzatishlar bormi? Agar bo'shlik davrlar bo'lsa, o'sha vaqtda nima bilan band bo'lganingizni aniqlang. Harbiy xizmatmi, o'qishmi, bola parvarishimi, ishsizlikmi, chet eldagi ishmi yoki tadbirkorlikmi? Uchinchi qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, ba'zan tashkilotning huquqiy vorisiga so'rov yuborish kerak. Arizada aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari, lavozim bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimlariga qidirish shunchalik oson bo'ladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan boring. Pensiya yoshiga 1 oy qolganda emas, imkon bo'lsa 1 yil oldin maslahat oling. Hujjatlaringizni ko'rsating, qaysi davlat tasdiqlangan, qaysilari shubhali, qaysi hujjatlar yetishmayapti. Bilib oling. Bugun aniqlangan kamchilikni tuzatishga vaqt bo'ladi. Ertaga pensiya tayinlash jarayonida shoshilib yurish esa asab, vaqt va pul yo'qotadi. 5-qadam, agar hujjatdagi ism familiyada farq bo'lsa, oldindan tuzating. Nikoh guvohnomasi bilan familiya o'zgarganini tasdiqlang. Agar tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, FDYO organlariga murojaat qiling. Agar hujjat sizga tegishli ekanini boshqa yo'l bilan tasdiqlash imkoni bo'lmasa, sud orqali yuridik farqni belgilash kerak bo'lishi mumkin. Buni pensiya arizasi topshiradigan oxirgi haftaga qoldirmang. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab rasmiylashtirish haqida o'ylang. Men buni ekspert sifatida juda ochiq aytaman. Qo'lga naqd pul olib hech qayerda ko'rinmasdan ishlash bugun foydali tuyulishi mumkin, lekin pensiya yoshida o'sha yillar yo'qdek bo'lib qoladi. Mehnat shartnomasi, soliq to'lovlari, o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik, bularning har biri kelajakdagi staj uchun asos bo'lishi mumkin. 7-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni saqlang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, ish haqi va sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar, ruxsatnoma, patent, migratsiya hujjatlari, tarjima va tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Chet eldan qaytgandan keyin hammasini topib olaman deyish qiyin. Ish joyingizdan ketishdan oldin hujjat olib qo'ying. 8-qadam, rad javobi olsangiz, uni og'zaki qabul qilmang. Agar biror davr stajga qo'shilmasa, sababini yozma ravishda so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Masalan, qaysi norma asosida rad qilinyapti? Qanday hujjat taqdim etilsa, qayta ko'rib chiqiladi? Bularni bilishingiz kerak. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Demak, qo'shimcha ish staji masalasi oddiy ko'ringani bilan juda muhim. Harbiy xizmat, bola parvarishi, nogiron shaxsni parvarish qilish, ayrim o'qish davrlari, rasmiy ishsizlik, tadbirkorlik, chet eldagi rasmiy mehnat, arxiv orqali tasdiqlanadigan eski ish joylari, bularning hammasi ayrim shartlarda pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin asosiy qoida bitta, huquqni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Men sizga maslahat beraman. Pensiya yoshini kutmang. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Ota-onangizning mehnat daftarchasini tekshiring. Yetishmayotgan ma'lumotnomalarni hozirdan yig'ing. 1 yil, 2 yil, hatto 6 oy qo'shimcha staj ham ayrim odamlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi, arxiv hujjati
yoki chet eldagi ish staji bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir pensiyasini to'g'ri hisoblatib olishiga yordam berishi mumkin.